Yolg'izlik. Uning qanchalik og'ir va sovuq ekanligini faqat boshingizga tushganda his qilasiz. Tungi sovuq ko'rpa, devorlarning sukunati va ayollik baxtiga bo'lgan tashnalik. Bu hislar meni shunday bir jar yoqasiga olib keldiki, ortga qaytishning imkoni qolmadi. O'sha kuni men shunchaki yordam bermoqchi edim. Shunchaki insoniylik qilmoqchi edim. Lekin o'sha begona uyning eshigi ortida meni nafaqat minnatdorchilik, balki butun vujudimni o'z domiga tortuvchi, aqlimni oluvchi olovli ehtiros kutib turganini bilmasdim. Bu mening hikoyam. Bu mening gunohim va bir vaqtning o'zida mening yashirin baxtim. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, qadrdon muxlislar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga aytib beradigan hikoyam ko'pchilik ayollar yashiradigan, ammo ich-ichidan his qiladigan dardlar va ehtiroslar haqida. Bu voqea real hayotdan olingan bo'lib, undagi har bir hissiyot, har bir og'riq haqiqiy. Videoroliklarimiz keng tarqalishi va yanada qiziqarli hayotiy hikoyalarni o'tkazib yubormaslik uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosing. Tayyor bo'lsangiz, qalbimning eng chuqur sirlarini ochaman. Meni ismim Farangiz. 1987 yilda tug'ilganman. Hozir o'tmishga nazar solsam, hayotim xuddi ikki qismga bo'lingandek, erim yonimda bo'lgan baxtli kunlar va u ketgandan keyingi bo'shliq. 2010 yilda turmush qurdik. Oila qurganda sevib, ardoqlanib kelin bo'ldim. Erim bank sohasida ishlardi, o'ziga to'q, madaniyatli, eng muhimi, meni ayol sifatida his qiladigan inson edi. Bizning tunlarimiz ertaklardek o'tardi, bir-birimizga to'ymasdik. 2014 yilda Alloh bizga shirinagina qiz farzand ato etdi. Baxtimiz to'liq edi. Lekin hayot kutilmagan sinovlari bilan keldi. 2015 yil. Bu yil mening hayotimda qora harflar bilan yozildi. Erim ishxonasida muammolarga duch keldi, asabiylashishlar, yetishmovchiliklar boshlandi. Oxiri kattaroq daromad ilinjida Moskvaga ishlashga ketishga qaror qildi. Tez qaytaman, hammasi yaxshi bo'ladi, dedi u aeroportda meni quchoqlab. U ketdi-yu meni yolg'izlik domiga tashlab ketdi. Qizim bilan ikkimiz qoldik. Kunduzlari ro'zg'or, bola tarbiyasi bilan chalg'irdim. Lekin tunlar. O'sha uzun va azobli tunlar. Yoshim endigina 30 ga yaqinlashgan, kuch-quvvatim to'lib toshgan payt. Erkak taftini, erimning quchog'ini sog'inib yashardim. Kunlar oylarga ulandi. Erimdan xabar bor, pul jo'natadi, lekin telefondagi quruq gaplar vujudimdagi olovni o'chira olmasdi. Men ayolman, menga mehr kerak, menga jismoniy yaqinlik kerak edi. Bu ehtiyoj asta-sekin meni qiynay boshladi. Ba'zan dushda o'zimni ovutishga harakat qilardim, lekin bu vaqtinchalik aldov edi xolos. Menga haqiqiy erkak nafasi yetishmasdi. Bir kuni ertalab odatdagidek qizimni bog'chaga olib ketayotgan edim. Havo biroz sovuq, taksi kutib turardim. Yonimizga oppoq, yarqiragan mashina kelib to'xtadi. Oynasi tushdi va ichidan kelishgan, nigohlari o'tkir, yoshi 35lardagi bir erkak qaradi. Singlim, qayerga borasiz? Olib borib qo'yaman, baribir yo'lim shu tomonga, dedi u samimiy jilmayib. Nimadir meni tortdi. Balki uning ishonchli ko'rinishidir, balki charchoqlik. Rozi bo'ldim. Qizim bilan orqa o'rindiqqa o'tirdik. Uning ismi Umid ekan. Yo'l-yo'lakay gaplashib ketdik. U juda muomakali, gapga chechan edi. Ko'zgudan menga tez-tez qarab qo'yardi va bu nigohlarda men allaqachon unutilgan, ammo juda tanish bo'lgan erkak qiziqishini ko'rdim. Yuragim g'alati dukillay boshladi. Bog'chaga yetib keldik. Qizimni tashlab chiqqunimcha u ketib qoladi deb o'ylagandim. Lekin chiqqanimda mashina o'sha joyda turardi. Sizni kutib turdim, dedi u menga ayol kishining maslahati kerak edi. Onamning tug'ilgan kuniga sovg'a olishim kerak, dedingiz yaxshiga o'xshaydi, yordam bera olmaysizmi?
Bu shunchaki bahona ekanligini ich-ichimdan sezardim, lekin rad etolmadim. Biz Samarqand Darvoza savdo markaziga bordik. Birga aylanib sovg'a tanladik. U menga xuddi o'z ayolidek e'tibor berardi, hazillashardi. O'sha kuni u telefon raqamimni oldi. Shundan so'ng Telegramda yozishmalar boshlandi. Uning "Xayrli tong, go'zalim, kuningiz qanday o'tdi?" degan xabarlari mening zerikarli hayotimga rang kiritdi. Men bu e'tiborga o'rganib qoldim, bog'lanib qoldim. Yana bir kun u meni bog'chadan qaytayotganimda kutib oldi. "Farangiz", dedi u jiddiyroq ohangda. "Yunusobodda kvartiram bor edi. Ijarachilar chiqib ketgan, ozgina tartibga keltirish kerak. Yolg'iz o'zim eplay olmayapman. Ayol kishini qo'li baribir boshqada, yordam bera olmaysizmi? Keyin sizni uyingizgacha olib borib qo'yaman." Yuragim bir xavfni sezgandek "yo'q" demoqchi bo'ldi, lekin tanam "ha" dedi. Biz uning uyiga bordik. Uy haqiqatan ham biroz tartibsiz edi. Men yengimni shimarib, u yoq